Diqqat, ogoh bo'ling. O'zbekistonda 17-mart kunidan 20-martgacha kutilayotgan ob-havo prognozi e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu ma'lumot boshqalarga ham tezda yetib borishligi uchun bor yo'g'i video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Barchangizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 17-19 mart kunlari 13-18 daraja iliq, 20-mart kuni 15-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 18-mart kuni ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 17-mart kuni 15-20 daraja iliq, 18-19 mart kunlari 13-18 daraja iliq, 20-mart kuni 17-22 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 17 va 20-mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 18-19 mart kunlari ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 17-19 mart kunlari 15-20 daraja iliq, 20-mart kuni 17-22 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 17-19 mart kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 20-mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliqdan 20-25 daraja iliqqacha o'zgaruvchan bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 17-mart kuni 2-7 daraja iliq, 18-20 mart kunlari 5-10 daraja iliq, kunduzi 17-19 mart kunlari 15-20 daraja iliq, 20-mart kuni 17-22 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. 17-19 mart kunlari ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 20-mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 17-mart kuni 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, 18-20 mart kunlari 0-5 daraja iliq, kunduzi 17-19 mart kunlari 5-10 daraja iliq, 20-mart kuni 7-12 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda. Azizlar, kanalimiz yanada tezroq rivojlanishi uchun iltimos, bor yo'g'i videoga bir donadan like bosib, agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang.